Ko'pchilikda massajli kresloni olish muammo emas, massajli kresloni qatga qo'yish muammo. Uyingizga massajli kreslo xarid qilganingizdan keyin qaysi xonaga qo'yish, rangga mos tushishi, bundan tashqari o'rtaga qo'yimi, chetga qo'yimi degan muammolar bo'ladi. Mana shu narsaga xudo xolasa shu video bilan yechim topishga harakat qilamiz. Siz ham o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olsangiz bo'ladi. Massajli kreslo hozir yangi chiqqanlari ko'pincha zero gravitatsiya funksiyasi yotganda devordan uzoqlashtirilishi shart emas. Devordan 10 sm, grubi 15 sm uzoqlikda joylashtirib qo'ysangiz, hozirgi modellarda super zero degan funksiyasi bor. O'zi turgan holatidan oldiga siljib kelgan yotadi, devorga tegib qolmaydi. Shuning uchun xonani обязательно o'rtasiga qo'yib qo'yish shart emas, bemalol devorga, burchaklarga qo'yib foydalansangiz bo'ladi. Keyingi tug'iladigan savollardan yana bittasi, qaysi xonaga qo'ysam massajli kreslodan mazax foydalansam bo'ladi. Ko'pchilik mijozlarimiz massajli kresloni zalga qo'yib qo'yadi. Televizor ko'rib dam olaman deb o'ylashadi. Lekin massajli kreslo tinchlanish, uxlash, uyquni chaqirish yoki stress kamaytirish trenajyori, ya'ni moslamasi hisoblanadi. Siz bunda televizor ko'rib maza qilmaslik olishingiz qiyin, chunki yotgan holatda bo'lasiz, televizor tikkan holatda bo'ladi, ko'zingiz ham og'rib qoladi, qo'lingiz ham kemik qoladi va shovqin baland bo'ladi. Misol uchun hammada har xil holat. Misol uchun uyda nevaralar, yosh bolalar bo'lsa yoki boshqa serial ko'rayotganda baland ovozda televizor ko'rinsada, siz massajli kresloda o'tirgan paytingiz uyqungiz kelib qolsa, uxlagingiz kelib qolsa, buni ovozi bir-biriga xalaqit berib qoladi. Shu sababdan massajli kresloni o'zingizning yotoqxonangizga yoki bo'lmasam boshqa dam olish xonalari bo'ladi. Ko'pchilik podvalga joy qilib qo'ygan bo'ladi. Boshqa odamlar tepaga terrasaga yoki hovlida ayvonda bo'sh joy bo'ladi. Bemalol odam dam olib o'tiradigan, kitob o'qib o'tiradigan joy bo'ladi. Xuddi shunday xonalarga qo'yishingizni tavsiya qilamiz. Yarim qorong'u xona bo'ladigan bo'lsa, uyqungiz 2 barobar yaxshilanishiga yordam beradi. Ham siz tinch meditatsiyada maza qilib o'zingiz fikrlaringiz bilan, o'zingiz uyqungiz bilan massaj olsangiz bo'ladi. Bundan tashqari massaj kresloni rangini ko'pchilik tanlashda xatolar yo'l qo'yishadi. Mana ko'rishingiz mumkin. O'zi har xil kartinalarda massajli kresloni mos tushishini, odamning miyasida bo'ladigan bloklarni olib tashlashga harakat qilganmiz. Ko'pchilik qora xonaga qora, oq xonaga oq massajli kreslo qo'ysam zo'r tushadi deb o'ylashadi. Aslida bu narsa xato. Hozirgi yangi neoklassik uslubida ishlayotgan xonadonlarning, high-tech uslubda ishlayotgan xonadonlarning dizayniga deyarli barcha massajli kresloning dizayni tushib ketadi. Lekin siz ko'pchilik qilgan xatoni qilmang. Ko'pchilik devor rangiga qarab yoki gilam rangiga qarab massajli kresloning rangini tanlashadi. Bu narsa katta xato. Nimaga qarab tanlash kerak desangiz, mebellarning rangiga qarab tanlashingiz kerak bo'ladi massajli kresloning rangini. Misol uchun, shkaf, divan yoki yumshoq mebellar rangiga mos qilib tanlaydigan bo'lsangiz, uyingiz interyerini yanada chiroyliroq qilib ko'rsatib beradi. Misol uchun, sizning uyingizda mebellaringiz och bejviy yoki bo'lmasam oppoq rangda bo'ladigan bo'lsa, misol uchun seri yoki oq ko'rinishda va alohida bejviy ko'rinishda bo'lgan massajli kresloni tanlagan bo'lsangiz, uyingiz yanada ham chiroyli ko'rinadi. Misol uchun, siz ofisga qo'ymoqchisiz massajli kresloni va mebellaringiz och yoki to'q seri rangda bo'ladi. Bunga ko'proq seri rangdan ko'ra qop-qora yoki kalisiy rangdagi modellar ko'proq mos tushadi va tez kirib bo'lib ketmaydi. Siz ham massajli kreslo olishda qanaqa rang tanlash yoki qaysi xonaga qo'yishda qiynalayotgan bo'lsangiz, bu narsani haqiqiy mutaxassislarga ishonib topshiring. Relasi shouga tashrif buyursangiz, bizning o'zimizning ekspertlarimiz sizga massajli kresloni sifatlisini, rangi mos tushadiganini va qaysi xonaga qo'yishingiz mos kelishini tanlashga yordam berishadi. Bemalol Nurafshon ko'cha yoki Maksim Gorkiyda joylashgan showroomlarimizga kelib, o'zingizga qulaylik asosida bemalol test drive qilib, mutaxassislardan maslahat qilib, massajli kreslo xarid qilsangiz bo'laveradi.